voy tavba, rostdan kirdimi? Kirdi. Rahmatli qaynatam tushimga kirib, kuyov, uyimda Matiz mashinam bekor turibdi. O'zingiz mening dedilar. Yo desam ham yo deyaptilar-da. Ha, qaynatangiz aytgan bo'lsalar meniki yo'q. Bekor ham turibdi. Benzin bormi? Bor. Bobur aka, bu safar dadam tushingizga kirsalar, so'rangchi, turdovoyim qayerga qo'yibdilar. So'rayman albatta. Dadam. Kalt qayerda? Uyda. Bor ana 3100. Qo'lingni tarta, 4000 dan kami yo'q. 2200 mana. Bor, bozorga bor, nima? Qaynatangiz mashinasini sotyapsizmi? Onajon, kecha rahmatli qaynatam yana tushimga kirdilar. Kuyov, Matiz'ni sotib oling, bexosiyat mashin bu dedi. Pulni hech kimga bermang dedi. Bexosiyat bo'lsa kerak yo'q mashina. Voy, unday degan bo'lsa mayli soting. Dadasi, bu